Bugun gaplashadigan mavzu juda muhim. İlk 7 milyon so'mlik yangi to'lov va yo'qlik keshbeki. Bu xabar nafaqat ijtimoiy yordam oladigan oilalarga, balki avtomobil haydaydigan, ishga qatnaydigan, farzandini maktabga yoki bog'chaga olib boradigan, har oy xarajatlarni hisoblab yashaydigan deyarli har bir oilaga tegishli. Chunki bunday to'lovlar to'g'ri tushunilmasa, odam ariza berishni kechiktirib qo'yadi. Hujjatni noto'g'ri topshiradi yoki umuman o'ziga tegishli pulni olmay qoladi. Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda birma-bir tushuntirib beraman. Oldin qanday edi? Endi nima o'zgaryapti? Kimlar bilki? 5 million so'm olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Yo'qligi keshbeki qanday ishlashi ehtimol qilinadi? Kimlar xotirjam bo'lishi kerak? Kimlar esa hozirdanoq hujjatlarni tekshirish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato aynan mayda ko'ringan nuanslarda bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam yutadi. Avvalo asosiy savol, nega bunday to'lovlar kerak bo'lyapti? Oxirgi yillarda ko'plab oilalar xarajatlar bosimini kuchli sezmoqda. Oziq-ovqat narxlari, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari, ayniqsa yo'qilg'i narxi ko'tarilganda bu oddiy oilaning oy oxiridagi byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, bir oila oyga 2 yoki 3 marta bozordan katta xarid qiladi. Bolalarning maktab xarajatlari bor. Kimdir ishga mashina qatnaydi, kimdir taksida yuradi. Yo'qilg'i qimmatlashsa, faqat mashina egasi emas. Avto mashinasi yo'q odam ham ta'sirini sezadi. Chunki mahsulot tashish, xizmat ko'rsatish va kundalik transport narxlariga ham bosim tushadi. Oldin ijtimoiy yordam tizimida ko'p narsa qo'lda tekshirilardi. Ayrim holatlarda mahallaga borish, ma'lumotnoma yig'ish, navbat kutish, takror tushuntirish berish kerak bo'lardi. Odamlar menga tegishlimi yoki yo'qmi? Qaysi tashkilotga murojaat qilaman? Qaysi hujjat kerak? Arizam nega rad etildi degan savollarda qiynalardi. Endi esa davlat to'lovlarini ko'proq raqamli tizim orqali, ya'ni bazalarda mavjud ma'lumotlar asosida aniqlashga harakat qilmoqda. Bu yaxshi tomoni shuki, agar ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizning daromadingiz, oilaviy holatingiz, farzandlaringiz, mulkingiz yoki avtomobilingiz haqidagi axborot tizimda ko'rinadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, siz haqli bo'lsangiz ham tizim sizni noto'g'ri baholashi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, yangi to'lov e'lon qilindimi? Birinchi ish hayajonga tushish emas, balki rasmiy shartlarni tekshirish. Chunki hamma oladi, faqat falonlar oladi. Arizasiz tushadi. Bugun bormasang qolib ketasan degan gaplar tez tarqaladi. Aslida esa har bir to'lovning aniq mezonlari bo'ladi. Kimga beriladi, qaysi davr uchun beriladi, qancha muddatda ko'rib chiqiladi. Pul kartaga tushadimi yoki boshqa shakldami? Yo'qilg'i keshbeki qaysi xaridlarga tatbiq qilinadi? Endi 20 million so'mlik to'lov masalasiga o'tamiz. Bunday to'lov odatda maqsadli yordam sifatida tushuniladi. Ya'ni davlat ma'lum toifadagi fuqarolarga qo'shimcha qo'llab-quvvatlash beradi. Bu bir martalik bo'lishi mumkin, ayrim hollarda esa ma'lum davrda ajratilishi mumkin. Eng muhim narsa shuki, pul miqdori hammaga avtomatik tarzda beriladi deb tushunmaslik kerak. Odatda bunday to'lovda mezonlar bo'ladi. Kam ta'minlangan oila, ijtimoiy himoya reyestrida turish, farzandlar soni, nogironligi bo'lgan shaxs borligi, boquvchisini yo'qotganlik, vaqtincha daromad yo'qligi yoki boshqa ijtimoiy omillar. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan oila bor, ota mavsumi ish qiladi. Ona uyda 2 nafar kichik farzand bilan o'tiradi. Oilaning doimiy rasmiy daromadi past ijara to'laydi, farzandlardan biri bog'chaga boradi. Agar to'lov mezonida oilaning daromadi, farzandlar soni va ijtimoiy ahvoli hisobga olinsa, bunday oila ariza topshirishga haqli bo'lishi mumkin. Lekin ota nomida eski avtomobil bo'lsa yoki kadastrda boshqa uy ko'rinsa, tizim oilani mulk bor deb baholashi mumkin. Shunda oila haqiqatan muhtoj bo'lsa ham hujjatlarni aniqlashtirishga to'g'ri keladi. Ikkinchi misol, bir nafar pensioner ona yolg'iz yashaydi. Pensiyasi bor, lekin dori-darmon xarajati yuqori, kommunal to'lovlar bor. Farzandlari boshqa hududda yashaydi. Agar yangi to'lov keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ijtimoiy reyestrdagi fuqarolarga qaratilgan bo'lsa, bu ayol ham tekshirish kerak. Ko'p keksalar men internetdan foydalana olmayman, demak menga tegishli emas deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Hozir ko'p xizmatlarni mahalla, ijtimoiy xodim, davlat xizmatlari markaziy yoki yaqin qarindosh yordamida tekshirish mumkin. Uchinchi misol, oilada er-xotin ishlaydi. Ikkala daromad ham rasmiy, bitta avtomobil bor. Uy-joy o'zlariga tegishli. Bunday oilalar ko'pincha
1 million so'm hammaga berilsa, biz ham olamizmi deb so'raydi. Men bunday vaziyatda shuni aytaman. Agar to'lov aniq ijtimoiy yordam sifatida belgilangan bo'lsa, daromadi barqaror, mulki bor oilalar undan foydalana olmasligi mumkin. Lekin yo'qligi keshbek kabi mexanizm ommaviy bo'lsa, ya'ni yo'qligi xarid qilgan fuqaroga ma'lum foiz qaytarilsa, unda bu oilalar ham foyda ko'rishi mumkin. Demak, 5 million so'm va yo'qligi keshbekini bir xil tushunmaslik kerak. Biri ijtimoiy to'lov bo'lishi, ikkinchisi xarajatni qisman qaytarish mexanizmi bo'lishi mumkin. Endi yo'qligi keshbekka to'xtalaylik. Keshbek degani siz pul sarflaysiz. Sarflangan pulning ma'lum qismi keyin sizga qaytariladi. Masalan, siz avtomobilingizga 300 ming so'mlik yo'qlik qo'ydingiz. Agar keshbek 5% bo'lsa, sizga 15 ming so'm qaytadi. Agar oy davomida 1 million so'mlik yo'qlik xarid qilsangiz, 5% keshbek 50 ming so'm bo'ladi. Bu katta pul emasdek tuyulishi mumkin. Lekin yiliga 600 ming so'mga yaqin tejash bo'ladi. Katta oilalar, taksi haydovchilari, uzoq masofaga qatnaydiganlar uchun bu sezilarli yengillik bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda savol ko'p. Keshbek faqat jismoniy shaxslarga beriladimi? Faqat ayrim turdagi yo'qligigami? Faqat bank kartasi orqali to'lov qilingandami? Naqd pulga ham ishlaydimi? Oyga limit bo'ladimi? Bitta avtomobilga bog'lanadimi? Yoki bitta shaxsga? Mana shu savollar eng muhim. Chunki ayrimlar men zapravkada naqd to'ladim, nega keshbek tushmadi deb hayron bo'lishi mumkin. Agar tartibda faqat karta orqali yoki QR to'lov orqali xaridlar hisobga olinadi deyilsa, naqd to'lov keshbek bermaydi. Shuning uchun har bir xaridda chek olish, to'lov usulini to'g'ri tanlash va ilovadagi tarixni tekshirish zarur. Men tomoshabinlarga buni aniq ajratib beraman. Birinchi navbatda ijtimoiy yordam olish ehtimoli bor oilalar hozirdanoq o'z ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Sizning oilangiz tarkibi to'g'ri kiritilganmi? Farzandlaringiz hujjatlarda ko'rinadimi? Nikoh holati, yashash manzili, daromad ma'lumotlari bazalarda to'g'rimi? Chunki tizim sizning aytgan gapingizga emas, bazadagi ma'lumotga qaraydi. Masalan, siz aslida ishsiz bo'lishingiz mumkin. Lekin soliq bazasida eski ish joyingiz hali faol ko'rinib tursa, tizim sizda daromad bor deb o'ylashi mumkin. Yoki aksincha, siz ijara uyda yashayapsiz, lekin propiskangiz ota-onangizning katta uyida bo'lsa, tizim sizning real xarajatingizni ko'rmaydi. Ikkinchi toifa avtomobil haydovchilari. Agar yo'qligi keshbeki joriy qilinsa, siz bank kartangiz, mobil ilovangiz, avtomobilingiz hujjatlari va to'lov usulingizni tartibga keltirib qo'yishingiz kerak. Avtomobil sizning nomingizdami yoki qarindoshingiz nomidami? Yo'qligini kim to'laydi? Karta kimniki? Keshbek qaysi hisobga tushadi? Bular amalda muhim bo'ladi. Masalan, mashina otaning nomida, lekin yo'qligini o'g'il o'z kartasi bilan to'laydi. Agar tizim avtomobil egasi va to'lovchi shaxsni solishtirsa, muammo chiqishi mumkin. Agar solishtirmasa, muammo bo'lmaydi. Buni rasmiy tartib chiqqanda albatta ko'rish kerak. Uchinchi toifa tadbirkorlar va taksi haydovchilari. Agar siz yo'qligini ish faoliyati uchun ishlatsangiz, keshbek shaxsiy xaridga beriladimi yoki tadbirkorlik xarajatlariga ham tatbiq qilinadimi? Alohida ahamiyatga ega. Misol uchun, taksi haydovchisi oyga 3 million so'mlik yo'qligi sarflaydi. 5% keshbek bo'lsa, 1 ming so'm qaytadi. Bu kunlik bir nechta buyurtma qiymatiga teng. Lekin agar limit oyga 1 million so'mlik yo'qligigacha bo'lsa, u holda maksimal keshbek 50 ming so'm bo'lishi mumkin. Demak, keshbek bor degani cheksiz foyda degani emas. Limit va shartlarni bilish kerak. 4-toifa daromadi o'rtacha, lekin xarajati yuqori oilalar. Ko'p oilalar rasmiy mezonlarda muhtoj ko'rinmasligi mumkin, lekin real hayotda qiynaladi. Masalan, er-xotin ishlaydi. Umumiy daromad 6 million so'm, lekin 2 million ijara, 20 million kredit, 20 million oziq-ovqat, 800 ming transport, qolganiga kommunal va bolalar xarajati ketadi. Bunday oilalar 1 million so'mlik ijtimoiy to'lovga tushmasligi mumkin. Lekin yo'qlik keshbeki, soliq imtiyozlari, bolalar nafaqasi yoki boshqa dasturlarni tekshirish kerak. Har bir yordam turi alohida mezon bilan ishlaydi. Endi eng muhim joyga keldik. Ko'pchilik pulni shartlarda emas, mish-mishda qidiradi. Men esa sizga amaliy nuanslarni aytaman. Birinchi nuans ariza topshirish muddati. Ba'zi to'lovlar avtomatik hisoblanadi, ba'zilariga ariza kerak bo'ladi. Agar ariza muddati 30 kun yoki ma'lum sanagacha bo'lsa, kechgan odam keyingi davrini kutishi mumkin. Shuning uchun keyinroq boraman demang. Rasmiy xabar chiqqan zahoti tekshirib qo'ying. Ikkinchi nuans karta va hisob raqami. Pul kartaga tushadigan bo'lsa, karta faol bo'lishi kerak.
Ba'zan odamning eski kartasi bloklangan bo'ladi. Bankdagi telefon raqami o'zgargan bo'ladi, SMS kelmaydi. Natijada to'lov kechikadi yoki qaytib ketadi. Ayniqsa pensionerlar va chekka hududdagi fuqarolar buni oldindan tekshirish kerak. Banka borib karta faolmi? Hisob raqami to'g'rimi? Telefon raqami bog'langanmi bilib oling. 3-nuans oilaviy tarkib. Ijtimoiy yordamda oila tarkibi juda muhim. Bir uyda kimlar ro'yxatda turibdi, kimlar aslida yashaydi, kimlarning daromadi hisoblanadi. Bular natijaga ta'sir qiladi. Masalan, propiskada voyaga yetgan aka-uka ham ko'rinsa, ularning daromadi oilaga qo'shib hisoblanishi mumkin. Siz esa aslida alohida yashashingiz mumkin. Bunday holatda yashash joyi, ijara shartnomasi yoki mahalla tasdig'i kerak bo'lishi mumkin. 4-nuans mulk masalasi. Sizda eski, yurmaydigan avtomobil bo'lishi mumkin. Lekin ba'zida avtomobil sizning nomingizda tursa, tizim uni mulk sifatida ko'radi. Yoki merosdan qolgan yer uchastkasi bor, lekin undan daromad olmaysiz. Shunday bo'lsa ham tizim buni baholashi mumkin. Demak, ishlatilmayotgan. Lekin nomingizda turgan mulklarni ham tekshirib qo'yish kerak. 5-nuans yo'qilg'i keshbekida chek va to'lov tasdig'i. Agar siz zapravkada to'lov qilgan bo'lsangiz, chekni tashlab yubormang. Kamida keshbek tushguncha saqlang. Mobil ilovada operatsiya tarixi borligini tekshiring. Agar keshbek tushmasa, aynan chek va tranzaksiya raqami bilan murojaat qilish oson bo'ladi. Men to'lagandim degan gap bilan muammoni isbotlash qiyin. 6-nuans. Noqonuniy vositachilar. Har safar pul to'lovlari e'lon qilinganda, men arizangizni tezlashtirib beraman. 500 ming bersangiz, 5 million chiqarib beraman. Kartangiz ma'lumotini yuboring degan firibgarlar ko'payadi. Hech qachon karta paroli, SMS kod, pasport rasmini begona odamga yubormang. Davlat to'lovlari uchun sizdan pora yoki xizmat haqi so'rashsa, bu juda xavfli signal. Rasmiy xizmatlar davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla va mas'ul idoralar orqali amalga oshiriladi. 7-nuans. Menga berilmadi. Demak, adolatsizlik degan xulosaga shoshilmang. Avval rad etish sababini bilish kerak. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Daromad me'yoridan yuqori, hujjat to'liq emas, oila tarkibi noto'g'ri, bank ma'lumotlari xato, mulk mezonlari mos kelmaydi yoki ariza muddati o'tgan. Rad etish sababini yozma yoki elektron shaklda oling. Shunda keyin e'tiroz bildirish, tuzatish yoki qayta ariza berish mumkin bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, rasmiy manbani tekshiring. Prezident qarori, hukumat qarori, vazirlik yoki hokimlikning rasmiy xabari bo'lmasa, Telegramdagi shov-shuvga ishonib harakat qilmang. Rasmiy manbada 3 ta narsani qidiring. Kimlarga beriladi, qancha miqdorda beriladi, qanday tartibda olinadi. 2-qadam, pasport yoki ID karta, JSHR bank kartasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, nogironlik bo'yicha hujjat, daromad ma'lumotlari, ijara shartnomasi kabi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Hamma hujjat hammaga kerak bo'lmasligi mumkin, lekin kerak bo'lganda vaqt yo'qotmaysiz. 3-qadam, oilaviy holatingizni tekshiring. Agar siz ijtimoiy yordamga da'vogar bo'lsangiz, mahallaga yoki ijtimoiy xodimga murojaat qilib, oilangiz tarkibi tizimda qanday ko'rinayotganini aniqlang. Men bilaman degan narsa yetarli emas. Tizimda qanday turgani muhim. 4-qadam, bank kartangizni tartibga keltiring. Kartangiz faol bo'lsin, telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsin. Mobil ilovaga kira oling. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangilang. Agar qarz yoki blokirovka bo'lsa, bankdan aniqlang. Chunki ayrim to'lovlar tushganda yechilib ketishi yoki ishlatilmay qolishi mumkin. 5-qadam, yo'qilg'i keshbeki uchun to'lov odatingizni o'zgartiring. Agar tartib karta orqali to'lovni talab qilsa, naqd emas. Karta yoki rasmiy elektron to'lovdan foydalaning. Har safar chek oling. Qaysi zapravkalar tizimga ulanganini tekshiring. Hammasi bir xil ishlamasligi mumkin. 6-qadam, agar ariza kerak bo'lsa, arizada aniq yozing. Yordam kerak deb umumiy yozishdan ko'ra, oilaviy holatingizni fakt bilan ko'rsating. Nechta farzand, rasmiy daromad qancha, ijara yoki davolanish xarajati bormi? Oilada nogironligi bo'lgan shaxs bormi? Hujjat bo'lsa ilova qiling. Arizada yolg'on ma'lumot bermang, chunki keyinchalik aniqlansa, to'lov qaytarilishi yoki javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, janjal bilan emas, dalil bilan harakat qiling. Rad etish sababini oling. Xatoni toping, hujjat bilan tuzating, qayta murojaat qiling. Agar siz haqli deb hisoblasangiz, yugurib turuvchi tashkilotga yoki murojaatlar portali orqali yozing. Murojaatda sana ariza raqami, rad sababi va talabingiz aniq bo'lsin. 8-qadam,
oilangizdagi keksalar, nogironligi bo'lgan yaqinlar, yolg'iz onalar yoki internetdan foydalana olmaydigan qarindoshlaringizga yordam bering. Ko'pincha eng muhtoj odamlar yangilikdan eng kech xabar topadi. Siz ularga hujjatni tekshirish, ariza topshirish, bank kartasini yangilashda yordam bersangiz, ular o'zlariga tegishli yordamni vaqtida olishi mumkin. Demak, 1. 5 million so'mlik to'lov va yo'qligi kechbeki haqidagi yangilikni shunchaki pul tarqatilyapti deb qabul qilmaslik kerak. Bu yerda aniq shartlar, muddatlar, hujjatlar, to'lov usullari va istisnolar bor. Kimdir ijtimoiy mezon bo'yicha pul olishi mumkin. Kimdir yo'qlik xarajatidan kechbek olishi mumkin. Kimdir esa mezonlarga tushmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbani tekshirish, hujjatlarni tartibga keltirish, arizani vaqtida berish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Sizdan iltimos izohlarda yozing. Sizningcha bunday to'lovlar qaysi toifadagi odamlarga birinchi navbatda berilishi kerak? Yo'qligi kechbeki sizning oilaviy budjetingizga yordam beradimi yoki yo'qmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bitta vaqtida ko'rgan video kimningdir? 5 million so'mni yoki har oy yo'qligidan qaytadigan pulni yo'qotib qo'ymasligiga sabab bo'lishi mumkin.